Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va mehmonlari. Mana magazinimizdan obzorni boshladik. Ko'pchilikka joyimizni so'rashyapti, lokatsiyani so'rashyapti. Lokatsiyani tushuntirsak, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani. Bu tomondan o'sha Marg'ilondan kelish, bu tomondan o'sha Andijon, Namangan, Qo'qon tomon, o'sha Yaziyevon tomondan kelish. Ikki tomondan 10 kilometr yo'lda bo'yida magazinimiz bor. Kim agar kelishga, joy topishga qiynalsa, mana ikki ro'millarda Telegram bor. Telegramdan lokatsiya so'zini yozsa, Telegramdan lokatsiyani tashlab beramiz. Mana bizni magazinimizda shu yerda hozir 20 xildan ortiq katyollar bor. Bitta videosini ketaman. Bu katyollarimiz Novosibirskda ishlab chiqarilgan Cooper Proactiv. O'zidan katyol pechka bo'ladi, o'zi ham bitta radiator hisobida. Bu ok versiyasi. Bu pro versiyalari. Buni qo'yganlar, ustakalar, klientlar biladi. Bular 8 soat, 6 soat yonuvchi, bular 12 soat yonuvchi. Bu Cooper Mega, bu rossiyskilarning eng yaxshilari bu. Bu Megani mana 20ligi, 30ligi, bu karbo versiyalari. Bular ham pastdan yonadigan, bular ham nijniy, ham verxniy yonadi. Bular pastdan yonadigan. Bu 34 kilovatligi, 26ligi, 18ligi. Bu Expert versiyasi 1 sutka yonadigan. 22 kilovatligi bu 15 kilovatlik. Bu Cooper Pro Turbo, bular ventilyatorli variantlaridagi katyollar. Bular hokiy ko'mirlardan yoqaveradi. Bular Termograf kompaniyasining shu Zver katyollari bular. Bularda 20 kilovatli ikkovi ham bu ventilyator kompyuterlik. Bular Nijiga yonadi. Bular Turkiyada ishlab chiqarilgan bunkerli avtomat katyollari, Fabian kompaniyasiniki. Bular yirikda, maydani, universal yoqaveradi. Mana buni ichiga solib yerdan ham foydalansa bo'ladi. Orqasida bunkerlari bor, avtomat. Bular milliy o'zimizning katyollari. Bular 30 kilovatlik, 15 kilovatlik, 30lik mana. Bu 3 eshikli varianti. Bular 2 eshikli variant. Bular tevadan yonuvchi. Mana 45 kilovatlik katyolimiz. Bu Nijniga yonadigan pastdan yonuvchi katyollarimiz 15 kilovatlik, 25 kilovatlik. Bular verxniga yonadigan tevadan yonuvchi katyollarimiz 30 kilovatlik, 15 kilovatlik. Bu o'zimizning milliy bunkerli katyollarimiz ham bor. Mana bu 40 kilovatlik, bunisi 20 kilovatlik. Bular ponni avtomat. Bizda 2 xil miya motor bo'ladi. Mana bular Xitoy motorlar. Bular rossiyskiy miya motorlar. Bular o'sha rossiyskiy NMK zavodining katyollari bu. Bu 45 kilovatlik. Bu Magnum katyoli, bu pastdan yonuvchi katyollar. Bu Magnumda 15, bu 20si. Bu Magnumda avtomatikaligi, o'zining kurxonasini o'zi qimirlatadigan. Bu Sunfire, bu ham zo'r katyol. Kimga qaysi katyolda narx-navosi, yoni soatlari qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga yoki kommentariyada yozsalaring, imkon boricha javob qaytaramiz. Kimga garantiyali katyollar, effekt zo'r katyollar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Kim yaxshi katyol qidirib yurgan tanishlaringa shu videoni jo'natib qo'yinglar. Bizda Nijnevegadan tayyorlangan dimoxotlarimiz ham bor. Dimoxotlarimizni bir baho beringlar. Katta qilib yasalgan, ichiga bazalti qo'yilgan, siklavata emas, bazalti. Bularimiz bittasi 120lik bo'ladi bo'yi, 450 mingdan. Bunaqani qo'ysalaring, katyollaring kondensat oqizmaydi, g'urum olmaydi, katyol ishlashi ham, koeffitsiyenti ham baland bo'ladi.